Usta Zanapoya udobniymi? Вообще, Udobniy emas, a? удобно emas. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar. Alhamdulillah mana Qashqadaryo viloyati Qarshi shahriga ham yetib keldik. Navbatdagi zinapoyamiz shu yerdan bo'ladi. Bu yerda temir zinapoya bu ko'rib turganingdek, bu juda neudobniy bo'lgan zinapoya. Shuni betondan qilib beramiz inshaalloh. Qisqacha video obzor qilib sizlarga tushuntirishga harakat qilamiz. Ustamizdan hozir ma'lumotlar so'raymiz. Ma'lumotlarimizga inshaalloh qo'ldan kelgancha javob olishga harakat qilamiz. Usta, endi zinapoyamiz haqida, bu temir zinapoyamiz haqida ozgina ma'lumot berib o'ting. Bu temir 25 dan qilib qo'shgan ekan, o'ta baland qilib. Hozir biz buni 14 santimetrga, 14,5 santimetrga balandligi, oyoq qo'ygan 30 santimetr qilib, kengligini ham 1,5 metr qilib beramiz, xudo xolasa, chiroylilab. Dukandagidan ham ko'rishadi, xudo xolasa. Do'stlar, mana zinapoyamizni tak qismini qilib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Tak qismimiz bitta palfkamizda. Endi inshaalloh armaturasini boshlaymiz hozir. Zinapoyamizni qisqacha yana ma'lumot berib tushuntirib o'tamiz. Yangi kurutkalarga pog'onamiz balandligi 14,5 santimetrdan, oyoq qo'yadiganimiz esa 30 santimetrdan bo'lgan. Mana shu 14,5 30. Zinapoyamizning eni esa 1,5 metr bo'lgan. Inshaalloh har bittasini hozir ko'rsatib chiqamiz. Tepasi. Bu yerda plashatkamiz bor. Shu ko'rib turgan joyingizda plashatka. Mana shu joyda plashatkamiz bor. Bu tepadagi plashatka. Plashatkamiz bu yerda 2 metr bo'lgan. Shu yerda 2 metrli plashatkamiz bor.
tepa tomondan ko'rinishi. Lignasi ham rovni bo'lgan. Ana qo'li deysan. Bo'ldi. Eslasa mana mashina qilgan. Ko'rintiyor şöyle değilse. Oçayı soraksa ya. Kamera tutsak. Kamera tutsun. Kamera işleteceğim. Yozat gene geleceğim. Bizlardan çıkarsak. Çıksam çıkayım. Daha mı çıkmaz mı?
ko'rib turganingizdek oxirgi ikkinchi pog'onamiz tekslash jarayoni. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, bizning obunachilar va kuzatuvchilar. Alhamdulillah, Allohning izni bilan navbatdagi obyektimizni zanapoyasini tugatib oldik. Navbatdagi obyektimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida. Allohning izni bilan ko'rib turibsizlar. Alhamdulillah, o'ta go'zal, chiroyli chiqdi. Zanapoyamizni tugatib oldik. Zanapoyamizni razmerlarini tushuntirib o'tishga harakat qilamiz inshaalloh yangi ko'rutkalarga qisqacha. Joyimizning общий balandligi 430 stupenkamiz bor bu yerda, 15 ga 14,5 balandligi, oyoq qo'yadigan esa 30 sm, zanapoyamizning kengligi esa 1,5 metr bo'lgan. Bu yerda 4 ta azbiz uстановка qilganmiz. 4 ta azbiz uстановkamiz ikkitadan o'rnagan, plashatkasini tagiga o'rnagan. Mana mana shu ko'rib turgan tepadagi plashatkaga, tagiga, tag qismiga ikkita plashatka o'rnatganmiz. 150 diametrli truba o'rnatganmiz, azbiz truba. Uzr, aybga bermaysizlar, kamera qimirlab ketib qoldi. Qilgan sifatiga albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Agar qilayotgan ishlarimiz layk qilsa, layk, obuna bo'lib qolishinglarni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat.